Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, birodarlar, obunachilar, akalar, opalar. Qalamchani ta'mirlatish jarayoni mana bu karnavinga tayyorlaymiz va mana bu idishimizga, suv idishimizga, mana shu suv idishimizga qalamchani 1 soat 2 soat davomida yutamiz. Mana bu yerni arrada namlik joyini chiqarib turib, mana shu qalamchamizni namlik joyini chiqarib turib, keyin ta'mirlatamiz. Ta'mirlatishga tayyorlaymiz. Navdamiz yam-yashil holatda. Mana shu yerni, mana bu badanini, mana shu badanini, shu badanlarini arrada yuvinib turib, namligini chiqarib turib, keyin buni torfga, mana shunaqangi qutiga, torfga ta'mirlashga tayyorlaymiz-da, keyin mana shu qutilarda ta'mirlagandan keyin stakanga o'tkaziladi. Stakanga o'tkazilib turib, sizlarga yetkaziladi. Aynaqa sortlar nomi yozilib alohida bo'lib turib, qalamchalari ko'rsatib qilib tayyorlanib, sizlarga alohida sortlar, hammasi alohida bo'lib turib, ko'chatlar tayyor bo'ladi va sizlarga yetkazib beriladi. Tojikiston bo'ylab ko'chatlar dastavkalari bor. Bu uzumda hosil berganini ekranga chiqariladi. Ekranda ko'rishingiz mumkin. Dunyoda eng qimmat uzum shu rubralar hisoblanadi. Shuni ko'chatda xudo xohlasa bir mingtalarcha bo'lsa kerak, mingtalarcha ko'chatlarga chiqib qolsa inshaalloh. Shuni aprel-may oylariga stakanlarini olishingiz mumkin. Hozirdan zakaz bersalaringiz, 50% to'lovini qilsalaringiz, ko'chatlarga tayyorgarlik уже boshlandi. Shu bugundan boshlandi. 50% to'lovini qilsalaringiz, уже ko'chatlaringizda keyin olayotgan vaqtlaringizda yana 50% to'laysizlar, 100% bo'ladi va ko'chatlaringizni olishingiz mumkin. Bloknotga yoziladi. Mana shu karnavin bu ta'mirlatib yaxshi rivojlantirib berish uchun va bu nimamiz foyda tomoni mana Moskvaniki bu ta'mirda yaxshi effekt qilib beradi, tez rivojlantirib, tez tomir chiqartirib beradi. Buni uyutsak, bu yaxshigina o'ziga shimo olgandan keyin biz ta'mirlashga tashlaymiz. O'zini shimo olgandan keyin biz mana uni yunib tayyorlab, buni hozir necha litrgaligini aytaman sizlarga. Shu yerda yozilgan 10 litr. Ya'ni 10 kun davomida 7 kundan 10 kun davomida ta'siri bo'ladi. 10 milligramdan to 50 milligramgacha bo'ladi. Bu degani bitta nimamiz, paketimiz 25 litrga yetadi. Mana shu bitta paketimiz 25 litrga yetadi. 25 litr suvga mana shundan bitta paketingizni tayyorlab turib, mana bunaqangi idishlarda tayyorlaysiz. Keyin bularda mana unga biz torfini tayyorlaymiz. Torf qalamchalar mana uni ichida bo'ladi. Shuni ichida ko'klab ta'mirlagandan keyin bundan ichidan olib turib biz qalamchani, ko'chatni mana shunaqa qalamchani ta'mirlatib olgandan keyin stakanga o'tkazamiz.
istagan o'tkazgandan keyin sotuvlarga chiqadi. Chunki bizda ishonchli va kafolatli sortlar bo'ladi. Ishonchli va garantiyali 100% boqiladigan akalarga bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Hovliga ekadigan, bizda bitta ikkita emas, 3 ta 4 ta baland 3 ta 4 tani kelib o'tsangiz mumkin. Bizda 20 tadan to 10 ta, 20 ta, 30 ta, to 50 ta, 1000 tagacha, 2000 tagacha bizda dastavkalar yo'llarimiz bor. Dastavkalarga berishimiz mumkin. O'zbekistonga bo'lsa, agar Rubiraman ko'chati kerak bo'lsa, granitsagacha yetkazib beriladi. Faqat granitsagacha yetkazib beriladi. Bundan tashqari sortlari Piostr'dan bor, Aziya, xo'sh, Red Globe, Kardinal, Shohona, Ketmon dasta, Ararat, Bananas, Alvikamiz kamroq, Pomidor Chital va boshqa sortlar, Manicure Finger, Proprejena kamroq bo'ladi. O'sha sortlardan, Shay Muskatdan, o'sha sortlardan sizlarga yetkazib beramiz. Kupidondan ham xudo xohlasa kamroq chiqadi. Undan ham xudo xohlasa qilib beramiz. Ishonchli. Salomat bo'linglar. Tashakkur. Like, podpisak qilinglar. Salomat bo'linglar. Tashakkur.